خىتاينىڭ رايونلۇق ئاپتونومىيەنى يولغا قويۇش سەۋەبلىرى. ئاپتورى جاستىن جېيكوبز. Çin imperiyasының әнәнісі бойынша тәхлил қылғанда, Xitayning Sharq Turkiston'ni Шинжаң өлкісіден Шинжаң Uyghur Avtonom rayoni qilib o'zgartish qarorini to'g'ri tushungili bo'ladi. Oddiy qilib aytganda, bu faqat bu yerning 1884-yildan burunqi ma'muriy holatiga xos bo'lgan farqlantirib idora qilish siyosatining ro'yini asliga keltirishga urinishdan iborat edi. Kommunistlarning bu qarori faqat uzundan beri mavjud bo'lib kelgan amaliy ahvolning rasmiy e'tirof qilinishidan iborat edi. 1909-yili Çin ordisi Xitoy tarixidagi tunji umumiy saylam elib borganda, boshqa hamma o'lkalarning o'z parlament vakillarini nomzod ko'rsatish va saylishiga yo'l qo'yilgan bo'lsa-mu, faqat Sharq Turkistonlar o'zining alohida sharoiti sababli bu saylamga qatnashmagan. Keyincha, garchi Kuomintang doiralari rasmiy hujjatlarda Sharq Turkistonni Шинжаң o'lkasi deb atagan bo'lsa-mu, ammo ba'zi siyosat tuzgichilar Sharq Turkistonning alohida rayon bo'lib olishi va shu sababli Xitoyning boshqa rayonlari bilan birlashmayotganligidan vaysashgan edi. Kuomintang hukumati Sharq Turkistonga tayinlangan hukumat raisi Wu Zhongshinning chet eldan qaytib kelgan Uyg'urlarni Urumchidagi mo'yim o'rinlarga qo'yishni rad qilishimi? Uning bundaq kishilarni vazifaga tayinlash Sharq Turkistonni texmi bak alohida ko'rsatib qo'ydi degan qarshida ching turganligidan edi. Amaliyotda Wu Zhongshin va uning xizmatdoshlari Kuomintang Sharq Turkistonning alohida holatini yo'qotish uchun tirishishi, shu orqali Sovet hukumatining Sharq Turkistondagi bu xil alohida ahvoldan foydalanish urinishlariga qarata hushyor turish kerak deb qaraydi. Demak, Sharq Turkiston azaldilla alohida bir rayon edi va bu tegi takdidan aytganda yomon ishmi emas edi. Darvaqa farqlantirish siyosati etnik va makon jihatdagi farqlarni saqlab qilish va ularni gavdalantirishga tayinib o'zining strategik maqsadiga yetishni nishon qiladi. Masala faqat Xitoy hokimiyati Sharq Turkistonning alohida ahvolida o'zining birdan-bir kelishtirgichilik va qonuniy manbalik iqtidorini saqlab qilishga qodir bo'lolmagandila ondan ko'rilishga boshlaydi. Bu bir halqiliq nuqta. Jiang Jieshi Mas'ud Sabriga o'xshash kishilarni Sharq Turkistonga hukumat raisligiga qo'yishdan ansirmagan. Jiang Jieshi uchun Mas'udning bu o'ringa, ya'ni boshqalar tarafidan emas, Kuomintang tarafidan qo'yilganligining o'zi yetarli edi. Ammo uning nazarida Sovet hukumatining Ahmadjon Qosimini elga o'rinlashtirishini qat'iy qabul qilg'ili bo'lmaydi. Gerçi Ahmadjon Qosimining ko'plagan oshkora bayonotlarining qudratliq darajasi Mas'ud Sabrninkiga qaraganda xeyli tuvan bo'lsa-mu, Xitoy kommunistlari ishni general Lesmos, ya'ni Jiang Jieshi qoldirgan yerdan boshladi. Amaliyotda bu Beijingning, ya'ni Xitoy Kompartiyasi hukumatining muayyan sohalardagi farqlarni ta'kidlash bilan bir vaqtda bu farqlarni Xitoy davlatiga moslashtirish uchun amal tepish lozimligidan derak beradi.
bu har qandaq bir davlat uchun murakkab darvozliq o'ynadı. Fransin Herish Sovet ittifoqining mushu xil jarayonini qo'sh assimilyatsiya deb atagan edi. Bu xil assimilyatsiyada bir millat a'zolari davlat belgilab va rasmiylashtirib bergan bir yurish etnik alaydiliklarni qabul qilish orqali o'ziga aniqlim bergan ashu davlatga sadoqatlik bildiradi. Xitoy Xalq Cumhuriyeti ana shundaq bir yangi davlat edi. Kommunistlar bütün kuchini sarf qilib, Gomindang davridagi qabila va urug'doshlik degan atalg'i o'rniga 56 millatni qonuniylashtirdi. Öz növbətində bu millatlar Xitoy belgilab bergan milliy farqlarni aks ettirdigan davlat organlariga qatnashish orqali özlərinin Beijingə bo'lgan sadoqatini bildirdi. Yo'qdan bar qilingan bo'lsin va yoki Gomindang davridan miras qolgan bo'lsin, har bir millat o'zini bir qarindosh 56 akuflarning bir qatorda ko'rish kerak edi. Ko'rinishi, madaniyat, til qatorliqlar o'xshash bo'lmasimi, hammasi bir dodining, ya'ni Xitoy davlatining bolalari edi. Ularning hammasi Beijingning yordamida sotsialistik zamonaviylashishga qarab yurishda birlashgan edi. Dal mush sababdan Herish eng dastlabida Sovet ittifoqi haqida o'tirg'a qo'ygan millatlar imperiyasi degan atalg'u Xitoy Xalq Cumhuriyetiga mos keladi. Buning maqsadi farq siyosatining markaziy rayonining boyliq va huquqqa erishishini qandoq osonlashtiradiganligini kuzatishdan iborat edi. Buningdagi birdan bir o'xshamaslik bu yerdagi farqning nimani ko'rsatadiganligida edi. Çin imperiyasi hükümdarları yolga qo'ygan va bir qism Gomindangchilarni qo'llangan konservativ milliy isilzodlarni hukmronlik qilg'izish siyosatining o'rniga endi Xitoy Kompartiyasi davrida millatlarni yoqlash siyosatiga alohida so'z iboralar o'tirg'i chiqishga boshlagan edi. Bu siyosat hukumatning o'z hukmronlik ostidagi xalqning iqtisodiy va shaxsiy turmushiga aralashishini oqlashiga to'liq mos keladi. Bu xuddi Xitoy millitarist Shingsayning 20 yil burunqi siyosatiga o'xshaydi. Demak, kommunistlarning tutgan yo'li Sovetnikiga bakla o'xshaydi. Bu ikkisi orasidagi asosli farq shuki, Xitoydagi qarindosh millatlar Sovet ittifoqini emas, balki Xitoyni dada o'rnida ko'rish kerak edi. Mushu bir o'xshamaslik oqibatda olamshumul farqni keltirib chiqaradi. Gerçi bu 56 millatning ko'p qismining tuzilma jihatdagi manbasi Sovet andisi bo'lsa-mu, lekin endi faqat va faqat Xitoy Kompartiyasilar ularning ishlarini boshqarish va qonunlashtirishga huquqliman deyalaydi. Mana bu Gomindang ko'p tirishgan bo'lsa-mu, zadil qo'lga keltirolmagan siyosiy bo'sish edi. Davlatning egilik huquqini qo'lga elish kommunistlarni bugungacha davomlashib kelayotgan alayda bir siyosiy tuzilmani, ya'ni Xitoycha alaydilikka ega sotsializmni qurib chiqish imkoniyatiga ega qildi. Gerçi bu atalg'u mavzudun davrdan keyingi Leninizmlik davlat boshqarish bilan bozor egiligi o'tirsidagi ziddiyatni yarashtirish uchun barliqqa kelgan bo'lsa-mu, biz bu atalg'uning 1950-yillardagi milliy, ya'ni etno siyosiy programmalarda dastlabki qadamda o'tirg'a qo'yilganligini bayqaymiz.
Bu xil əplik və özgürüşcan şərhi Xitay hökumətinin texmi tərəqqi qılğan başqa dövlətlər allaqaçan yolğa qoyğan siyasətlərini Xitayның əmli əhvalığa qarta yolğa qoyduq deyişigə yol içib bərdi. Addi qılıb aytqanda, Sovet İttifaqının əksiçə, Xitay Xalq Cumhuriyetining öz hökmronligi ostidagi millatlarga, ya'ni kelgusida ayrilib chiqib ketish huquqi bo'lgan milliy jumhuriyat berish xiyoli qat'iy yo'q edi. Sovet İttifaqının e'tibor qilish siyosati, yerliklashtirish siyosati debmi tarjima qilindi. Sovet İttifaqının dastlabki mezgillardagi milliy siyosati bo'lib, har qaysi joylardagi g'ayri rus millatlarini o'zlari tava Sovet jumhuriyatiga singdirishni maqsad qilgan. Bu siyosatga ko'ra, federatsiya tuzumi ostida g'ayri rus millatlarining tili va madaniyati kuchlantiriladi. Siyosiy va madaniyat jihatda mazkur siyosat ruslarning har qaysi jumhuriyatlardagi yetakchilik o'rnini yo'qotishni maqsad qilgan. Bu siyosat hatto rus millatining o'ziga ta'sir qilgan. Masalan, Ukrainadagi ruslarning o'z ichiga olgan barliq balalardan Ukrain tilini o'rganish talab qilinadi. Bolsheviklar 1913-yili bu siyosatni bekitgan. Ayni yili Lenin Stalinni Vinaga avatgan. Stalin Moskvaga qaytib kelgandan keyin mazkur siyosat haqidagi mulohazasini Leninga doklad qilgan. Keyin bular Stalinning Marksizm va milliy masala degan maqolasida xulosalangan. Mazkur siyosat Roskompartiyasi, ya'ni bolsheviklarning 12-chi qurultaydan keyin konkret ijro qilinishga boshlagan. Wikipedia andisidan bu qadar chatnab ketishni oqlashga to'g'ri keladi. Chunki Sharq Turkiston xalqi Xitoyning boshqa har qandaq yerdagilarga qaraganda Sovet modeli bilan bakmi tunishliq edi. Bundaq vaziyatga elib kelgan siyosatni Xitoycha alaydilikka ega Sovet e'tibor qilish siyosati deyish eng muvofiqdir. Bu siyosatni yetkazguchi Jo'illay bo'lib, u Sharq Turkistonda, ya'ni atalmış Uyğur avtonom rayoni qurilib, 2-yili mushu masala haqida keng doiralik bir leksiya bergan edi. Uning aytishicha, bolsheviklarning o'z tavasidagi rus bo'lmagan ba'zi xalqlarga o'zi tava milliy jumhuriyatlarni berganligining sababi Rossiya davlati Yevropadagi boshqa imperiyalarga o'xshash mustamlikachilikdan kelib chiqqan bo'lib, Char Rossiyadan qolgan mustamlikachilik an'anasini tuzatish uchun bolsheviklar o'zlarining boshqa Yevropa imperiyalardan farqli ekanligini isbotlash kerak edi. Shu sababdan ularning bo'linib chiqish huquqiga ega bo'lgan milliy jumhuriyatlarni qurib berishi milliy siyosiy ilg'orlikning namoyandasi bo'lib, bundaq bo'lmaganda hech kim bolsheviklarning yangi dunyo tartibi o'rnatish haqidagi qasamlarga ishonmagan bo'ladi. Ammo Xitoy uningga o'xshamaydi. Hammaga ma'lumki, mustamlikachilik g'arbdan kelgan deydi Jo'illay. Shu sababdan Xitoy mustamlikachilikning qurbonli bo'ladi-ki, uni ijro qilg'uchi bo'lmaydi. Ya'ni Xitoyga ko'ra mustamlikachilik g'arbga xos hodisa bo'lg'achqa. Milliy jumhuriyat qurishga yo'l qo'yish mustamlikachilikning o'z gunoyini to'nganligining ifodasi bo'lib, bu Xitoyga mos kelmaydi. Jo'illay yana shundoq deydi. G'arbdagi kuchlar o'z ziminidan bakli yiroqdagi yerlarni besib olgan. Buning aksicha Xitoyning makon, ya'ni zimin va insoniy doirasi xuddi doim cho'ngib va kichiklab turadigan ameba, ya'ni yakka hujayralik
bir organizmga o'xshash bo'lib, bu zamindagi Xitoy va Xitoy bo'lmagan xalqlar tabiiy yo'sinda aralashib va rivojlanib kelgan. Mana bu Xitoycha alaydilikka ega Sovet e'tibor berish siyosatining nazariya jihatdan dalillanishi edi. Xitoy g'arbcha mustamlikchilik an'anasining varislaridan bo'lmag'achqa, uning oz sonliq xalqlar bilan bo'lgan munosabatini belgilashga muvofiq keladigan birdan-bir o'lcham Yevropa, hatto Rossiya tarixidan emas, cho'qim Xitoy tarixidagi tajribalardan kelish kerak edi. ژۇرنىلىنىڭ aytishicha, Xitoy tarixidagi ma'lumotlardan ma'lum bo'lganidek, Xitoydagi xalqlar tabiiy va inoq holda aralashib, rivojlanib kelgan bo'lib, Xitoy g'arb tarixiga xos bo'lgan zo'ravonlarcha besivilish yo'lini tutmagan emish. Dal mush xil zo'ravonlarcha besivilish bolsheviklarni bu xil g'arbchi qabilikdan davolaydigan dori sifatida milliy jumhuriyat qurish yo'lini tutishga majbur qilgan. Ammo Xitoy bu xil qabilikdan yiroq bo'lg'achqa, bu xil dora hojatsiz bo'lib qolmasdan balki ishlatilgan taqdirda aks ta'sir paydo qiladi. Shunga Xitoydagi Xitoy bo'lmagan har qanday xalqlarga mustaqillik yoki milliy avtonomiya berish xuddi sog'lom bir kishiga uningda bo'lmagan bir kasal uchun dori bergandek ish bo'ladi deb ta'kidlaydi ژۇرنىلىنىڭ. Bu kommunist rahbarlari nihoyat yaxshi ko'radigan bir o'xshatish edi. Bu o'z navbatida Xitoyning kengaymichi g'arb jahongirligining keyingi hujumiga bo'lgan mudofaasining ojizlashishiga sabab bo'ladi. Xitoycha alaydilikka ega Sovet e'tibor qilish siyosati yangidan qurilmoqchi bo'lgan avtonom rayonning nomini nima deb elish haqidagi muzokaralardami o'z ifodasini topdi. Mavzudun Şinjan avtonom rayoni deb elishni o'tirg'i qo'yib, Uyg'urlarning bu rayonning sohibi ekanligini rasmiy yo'sinda eg'izga olmaslikni muvofiq ko'rdi. Kommunist hukumatidagi ko'zga ko'ringan Uyg'urlar bo'lsa, Uyg'ur nomini olmaslikdan bakrak Şinjan nomini elishga bo'lgan andisini ifodaladi. Borxan shahidi bu vaqtda Deng Xiaopingga muninglarni deganda nurg'un kishining shu vaqtdagi ko'z qarashini aks ettirgan edi. Şinjandagi ba'zi millatlar bu ikki xatni, ya'ni Xitoycha Şinjan degan xatni ancha yaxshi ko'rib ketmaydi. Uning demoqchi bo'lgani yangi zamin, yangi chegara degan ma'nolarni beradigan Şinjan atalg'usi bu rayonning Xitoyning boshqa rayonlari bilan bo'lgan o'ng'ayla mustamlikachilik yoki imperializmning mahsuli deb qarag'ili bo'ladigan bir munosabatdan, ya'ni bu yer haqiqatan yaqinda besilingan degandan bishorat beradi. U Şinjan deganning o'rniga Tianshan deyishni o'tirg'i qo'ydi. Tianshan degani bu zaminni shimol va janubdan iborat ikkiga bo'ladigan Tangir deg'ining Xitoycha nomi edi. Mavzudun buningga qo'shilmay, Şinjan iborasini saqlab qilishdi ching turdi. Bir oydan keyin Deng Xiaoping Uyg'ur kadrlarga buni xabarni yetkazdi. Şinjan degan bu ism asonliq millatlarga qarta hech qanday haqorat ma'nosini bildirmaydi. Shunga uni Tianshan deb o'zgartirish muvofiq emas. Mavzudun murassa sifatida buningga Uyg'ur so'zini qistirishga qo'shilgan. Ammo Şinjan so'zining o'z o'rnida qurning beshida turishini talab qilgan. Natijada g'alati bir berikma atalg'u vujudga kelgan. Gerçi bu yangi avtonom rayon Uyg'urlarga mansub bo'lsa-mu, bu rayon xuddi Shimoliy Amerika
va Avstraliyadagi yangi dunyo mustamlikalariga berilgan nomlar. Masalan, yangi Angliya, yangi Janubiy Wales deganlarga o'xshashlarga o'xshab qoladigan bir xitoycha ism bilan ataldi. Mavzudingning bu haqdagi mantiqisiga radiya bergili bo'lmaydi. Xitoy imperializmchi bo'lmagani uchun Şinjan degan bu nomni Xitoyning imperializmchilik tarixining mahsuli deb qarag'ili bo'lmaydi. Şinjan degan so'zni elib o'tish amaliyotda Xitoy xuddi g'arbdagi imperialist kuchlarga o'xshash ish qiladi deb e'tirof qilinganlikdan derak beradi. Halbuki bu yangi nom faqat 20-asrda Xitoy siyosatchilarining o'xshash davrda imperiya chet ellardan import qilgan eng yaxshi usullar bilan Xitoy inqilobchilarining hammasi degudak ta'sirga uchirgan Xitoy millatchiligining orasini kelishtirish jihatdagi nurg'un qitimliq pragmatik urinishlarning biri edi, xolos. Uyghur avtonom rayoni deyish buning oldingi qismini gavdlantirgan bo'lsa, Şinjan keyingi qismini ifodalab beradi. Agar kommunistlarning chegara rayon avtonomiyasi haqidagi sharhisi buning orqasidagi geopolitik pragmatizmni har qanday usulda tilga elishni ustalik bilan bekor qilgan bo'lsa, ya'ni Xitoyning xorlanish tarixi, federativ cumhuriyet qurish yoki bo'linib chiqish huquq berishdan o'zini qochirish qaroriga bahona bo'lgan bo'lsa, bizda Beijing nemishqa o'z uslubidagi milliy territoriyalik avtonomiya berishni qaror qildi degan savol tug'iladi. Mayli Shinsay yoki komendantchilar bunda qilishni to'g'ri topmagan edi. Kommunistlarning Sovet modelini Xitoyning vaziyatiga moslashtiradigan vijdoni burchi yo'q edi. Butunlay strategik nuqtadan aytganda, Shinsay yo'lga qo'ygan milliy madaniyat modeli, etno-kultural model, bu yana Avstro-marksizmlik program deb ataladi. Ilg'or millatchilik, etno-populizm nazariyasini tutqi qilib, bo'lginchilikdan saqlanishning eng yaxshi usuli edi. Nimali degan bilan madaniyat jihatdagi avtonomiya Xitoy davlatiga o'z qo'l ostidagi xalqning millatchiligini qo'llag'uvchilikdan iborat bir rolni berib, o'z vaqtida yana ashu avtonomiyaning egillariga siyosiy aktivchanlik bilan burundan bor bo'lgan milliy territoriya kategoriyasini birlashtirish uchun lozimliq bo'lgan ma'muriy vositalarni bermaydi. Biz faqat Beijingning Shinsayning programmasini asliga keltirishni xohlamasligi, Shinsayning Mavzudingning enisini o'z ichiga olgan nurg'unlagan kommunist kadrlarni o'ltirganligi bilan munosabatlik bo'lib, Avstro-marksizmlik programmaga bo'lgan qarshiligi bo'lsa, bu modelning Sovet ittifoqining shu davrdagi siyosiy qurilmasidagi qabul qilg'ili bo'lmaydigan holati sababidan bo'lgan bo'lishi mumkin deb gumon qilamiz. Sababning nim bo'lishidan qat'iy nazar, eng oxirida g'ayri bir xil milliy siyosiy hokimiyat borligi keldi. U rajonluq avtonomiya bilan qanoatlanish bilan bir vaqtda Xitoy bo'lmagan xalqlarni milliy ong tonishga intilishga rag'batlantirdi. Jamiyatshunos Rogers Brobaker ko'rsatib o'tgandek, buning nurg'un insonlar va nurg'un ahvollarga nisbatan hech bir qutratqiliq roli bo'lmasligi mumkin. Ko'plagan kishilarning kundalik hayotiga nisbatan milliy siyosat anqirish tas bo'lgan, nihoyatda murakkab bir narsa bo'lib, u iqtisodiy masalalarning keynida turdi.
Әмма бәзі вақытларда milliy ziddiyat алдыңғы орынға chiqadi. Buningda bizning bu yerdagi maqsadimizga munosabatlik bo'lgan ikki xil ahvol bor. Biri ko'chmanlarning tuyuqsiz va zo'r miqdorda eqib kirib, yerliklarning burundan bor bo'lgan iqtisodiy munosabatlarga daxli yetkazdi deb qaralishi. Ikkinchi, ma'lum bir rayonning nopos qurilmasi bir millatga foydali holatdan iqtisodiy jihatda tangdoshsiz bo'lgan ikki yoki ikkidan ortiq millatlar tarafidan bo'linish holatiga o'zgarish. 1950-yillari Sharqi Turkistonning ko'p qismida bu ikki xil ahvol texi ko'rilmagan edi. Halbuki bu yerning markazi bo'lgan Urumchida ko'p sondagi Uyg'ur, Xuyzu va qozoqlar yangidan zo'r sonda eqib kirgan Xitoy ko'chmanlariga duch keldi. Urumchidagi zavodlar buningga so'rin hozirlab bergan edi. Urumchidagi Xitoy va Xitoy bo'lmagan ishchilar bilan hukumat o'rtasidagi munosabatlarga aloqador kam uchraydigan shaharlik partkom dokladini tafsiliy tahlil qilish bizni yangidan qurilgan Xitoy davlatining milliyatchilik nazariyasiga qarta darhol natijasini ko'rgili bo'ladigan usul bilan ta'minladi. Tugidi. İngilizceden tərcüm qılğıcı مۇھەممەد ئۇيغۇر. Mənbə, ئۇيغۇرلار تور ژۇرنىلىنىڭ 3. سانىدىن ئېلىندى.